Assalomu alaykum akalar, Gazablog mahsulotlarimizni ishlab chiqarish jarayonidamiz. Ko'rishingiz mumkin. Qoliplar yog'langan, germetika qilinmagan qoliplarimizdan xudo xolasa oqmaydi. Paqir qo'yganimiz sababi rastordagi o't, sim, boshqa bir jismlari paqirda o'ziga cho'p qoladi. Ya'ni g'ishtlarni kesayotganda, aralayotganda xudo xolasa chiroyli kesilishi uchun. Bular esa quyilgan g'ishtlarimiz, kecha quyilgan g'ishtlarimiz. Sifatini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli, yaxshi, sifati a'lo darajada chiqyapti. Havo salqinligi hisobiga o'zini selida sekin qurib bormoqda. Bulari 3-4 kun bo'lib qolgan, o'sha oqarib qurishga tushib qoldi. Avtolina qilganmiz, relisli yuradi. Fiziklga qilganmiz, ichiga kirib, ichida tezroq qurib tayyorlanib chiqadi. Avtoreska orqali kesiladi. Avtoreskadan aylanib boriladi. Bir kunda bolalar 20 ta qolipni qo'yib ketishyapti. Hozir 2 ta bola ishlayapti. Bitta bola qo'ysa 15 ta qo'yyapti. Sizlarga mana shu biznes kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerda o'zimizda Qo'g'ay Texno sifatli arzon uskunalar ishlab chiqaradigan seximizda barcha uskunalarimiz bor. Gazablogni 3 xil variantlari bo'ladi. Kichigidan tortib full avtomatgacha tayyorlab, olib borib o'rnatib ishlab chiqarish yo'li qo'yganmiz. Hamma komplektlarimiz bor. Ranglarini ham istalgan rangda tayyorlab beramiz. Bular zakazga Tojikistonga tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa 25-fevral kuni bularni chiqaramiz. Sizga ham shu Gazablog uskunalari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Qo'g'ay Texno sifatli arzon uskunalarga ekrandagi nomerlarga murojaat qilib zakaz qilishingiz mumkin. Ishingizga omad, sog' salomat bo'linglar.